Hazrat Usmon radhiyallohu anhu qachonki bir qabr yonidan o'tib qoladigan bo'lsalar, to'xtab qolsalar, azlar yig'lar ekanlar. Shunday ulug' zot qabri yonidan o'tganda yig'lar ekanlar. Shu qadar yig'lar ekanlarki, hatto soqollari ko'z yoshdan ho'l bo'lib ketar ekan. Mana soqolimiz tasavvur qiling, ko'z yoshdan ho'l bo'lishligini. Bu bir ikki tomchi ko'z yosh emasda. Uncha-muncha suv bilan ham bu soqol ho'l bo'lmaydi. Bu kishi shu qadar yig'lar ekanlarki, soqollari o'sha ko'z yoshdan ho'l bo'lib ketar ekanlar. Qabrni oldida to'xtab yig'lar ekanlar. Sababini so'rashgan ekan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu. Nimaga qabrni oldida shunchalar ko'p yig'laysiz deganlarida aytgan ekanlar. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim. Allohga qasamki, qabrdan dahshatliroq biror manzarani ko'rmadim deb Imom Termiziy rivoyatlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu so'zlarni aytgan ekan. Qabrdan dahshatliroq biror bir manzarani ko'rmadim. Shuning uchun Hazrat Usmon radhiyallohu anhu qarang, qanaqangi sahoba ikrom bo'lganlar. Hatto tirikliklarida jannat bashorati berilgan bu zotga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishining yaxshiliklaridan biri emas, ikkita qizlarini berganlar. Shunday zot qabrdagi holim nima bo'larkin deb yig'layaptilar. Qabrdagi holatim nima bo'larkan, qanday savol javob qilarkinman deb shunchalik qo'rqib yig'layaptilar. Kim ichimizda qabr oldida borib qo'rqib yig'lagan bor ichimizda? Azlar, bu narsani bir tasavvur qilaylik. Bu oxirat manzillaridan eng avvali ekan. Ana o'sha joyda hisob-kitob, savol-javob oson bo'lsa, keyin oson bo'lar ekan iyadi. Ana shu joyda so'roq savoldan o'ta olmagan inson keyin undan ham qiyin bo'lar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-qabru awwalu manazilil axirah. Ya'ni qabr oxirat manzillarining birinchi manzilidir dedilar. Fa yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Kim unda agar najot topsa, undan keyin ishlari oson bo'ladi dedilar. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Agar undan najot topmasa, undan keyingi ishlari unga yanada og'ir bo'ladi deb Imom Ahmad va Imom Termiziy bobomizning rivoyatlarida qabr bu oxirat manzilining avvali ekanligini, kim qabrda najot topadigan bo'lsa, uning keyingi ishlari oson bo'lishligini, qabrda najot topa olmagan insonning keyingi ishlari undan da og'ir bo'lishligini aytib o'tdilar. Afsuski azlar ko'pchiligimiz qabrni ko'p ko'ramiz. Ammo ularning ichidagi zulmatni, yolg'izlikni, qiyinchilikni, torlikni ko'ra olmaymiz. Azlar, bu dunyoni har qancha yaxshi ko'rmaylik, bu dunyo har qancha siz bilan bizlarga go'zal ko'rinmasin, lekin albatta bir kun o'tugaydi. Oldimizda bir haqiqat borki, azlar, siz bilan bizni qabr kutib turibdi. Hammamizni qabr kutib turibdi. Ana shu qabrdan oldin o'lim soati kutib turibdi. Kimda kafolat bor? Qabr azobidan najot topishga. Kimimizda kafolat bor? O'lim onida iymonimiz biz bilan hamroh bo'lishga hech kimimizda kafolat yo'q. Shuning uchun doim qo'rqaylik, Allohdan iltijo qilaylik, so'raylik. Allohim, iymonimni o'zim bilan hamroh qilgin. Oxirgi nafasim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lib, tilim bilan, qalbim bilan tasdiqlab huzuringa iymon bilan borishlikni nasib aylagin deb Allohdan iltijo qilaylik, yalinaylik. Kechalari so'rab Allohdan iltijo qilaylik. Hech kimga kafolat yo'q. Qabr azobidan najot so'raylik Allohimiz. Allohim, shundoq Usmon Zinnurayn qabrdan qo'rqib yig'lar ekanlar, holim nima bo'larkin deb, men u kishining oldida qanchalar gunohkorman, meni holim nima bo'larkin deb Alloh taoladan so'rab, qabr azoblaridan Alloh taoladan panoh so'rab iltijo qilaylik. Va ana shu qabr azobiga olib boradigan yomonliklardan, gunohlardan ehtiyot bo'laylik.